mana bugun respublika bosqichini o'tkazyapmiz. Bu nima bu? Maftunkor ranglar dunyosi konkursini va shaxmat konkursini mana shu respublika bosqichini o'tkazyapmiz. Bu yerda qatnashayotgan yigit-qizlarimizni hammasi 7 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan yigit-qizlar hisoblanadi. Bizni qo'llab-quvvatlaydigan mana shu Adliya vazirligi hamkorimiz, yana bitta hamkorimiz qo'shildi. Bu Mirabror Usmonov xalqaro fondi. Avvalambor u Mirabror Usmonovni joylari jannatda bo'lsin. Uni o'g'illari mana katta yordam berib, mana shu tashabbus bilan chiqib, o'zlari tashabbus bilan chiqdi. Bularni sababi men idorada o'tirgan paytimda idoraga kirib keldilarda, mana shu tadbiringizga biz ham qo'shilaylik, biz ham bir sherik bo'laylik, bir savob ishni bir boshida bir bizlar ham bir bo'laylik degan maqsadda keldi. Biz bundan xursand bo'ldik, g'ururlandik va shu bilan mana shu tadbirimizda mana shu bevosita Mirabror Usmonov xalqaro fondi mana ishtirok etyapti, mablag' bilan ta'minladi. Mana shu yerga kelgan 80 dan oshiq nogironligi bo'lgan bola yigit-qizlarimiz mana shu yerda yotib, bu yerda yotib, dam olib, o'ziga bir xursandchilik ko'zlarini charaqlab turibdi. Uni xursandligini ko'rib, o'zing odam xursand bo'lasan. Shuning uchun men alohida Mirabror Usmonov xalqaro fondiga yana bir marta o'zimning minnatdorchiligimni bildiraman.